Assalomu alaykum. Qadrli hurmatli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z yakuniga yetdi. Bu yer Farg'ona viloyati Yozyovon tumani. Xonobod MFda bo'ldi. O'sh uzunligi 11 metr zalotoy dubsvetda, bir qavat oq aynida bo'ldi. Arzonroq variantda. Hop, xudo xolasa chiroyli qilib tugatib berdik. Shundoq bu tomondan oxirigacha 11 metrdan yon berida bo'lgan. Bo'ylari brut 87. Shu o'pshi turishi. Hop, bularning ochilishi bu tomonda ikkita, bu tomonda bitta, keyin fortichkalari bor. 3 ta fortichkasi bor. Hop, eshiklari har biri 1.20 dan bo'lgan. 1.18, 1.17 shuna atrofida. 1.20 lik narigi. Hop, bunisi bir qanotli eshik bu tomonda 87 ga, pastdan tepagacha eshikni mana to'xtagan holatda 2.10 qilib berganmiz. Sababi liniya bitta kesiligi uchun. Eshikning o'pshi kesak uzunligi 278 bo'lgan. Xudo xolasa oddiy sher zamon ruchkalari bilan 5 ta zapas kalitlari bor. Ligirovkalari go'zal holatda bo'ldi. Har biri chiroyli holatda bo'ldi. Taylar 2 kamerali plastmassa lamri bo'ldi. Shu holatda bo'ldi. O'pshi narxi bu 12 million so'm bo'ldi. Jami summalar 11 metr beradi. Shu holatda xudo xolasa chiroyli qilib tugatib beryapmiz. Ochilib yopilishlari yengil holatda. Ichkaridan ko'rinishlarini imkon qadar ko'rsatib o'taman. Hop, mana bu tomonda narsa bor ekan, yonlog'iga borishga imkoniyati yo'q. Bittadan ochilishi bo'lgan. Delfin ruchkalarini Akfa'ni o'zidan qo'yganmiz. Ruchkalari esa oddiy sher, o'sha komfortli ruchkalar bo'lgan. Bu ham zvezd soqali bo'ladi. 5 tadan zapas kalitlari bor. Hop, buni zo'r tomonidan biri, bu hamma ruchkalar ikkita joydan qotirilsa, bunda mana 3-chi shurup o'rni ham bor. 3 tadan qotiriladi. Bu degani mustahkamligi yana ham ortiqroq holatda degan. Hop, shu holatda bo'ldi. Petlelari hammasi Akfa'ni o'zidan bo'lgan, lekin asosiy ko'p ishlaydigan joylari, ya'ni ruchka zamok oshiq-moshiqlari Akfa'ni o'zidan bo'lgan sababi ko'p ishlaydi. Shuning uchun ertaga uzoqroq xizmat qilishligi uchun. Hop, rezinkalari ham polностью mana ko'rinib qoldi. Akfa'ni o'zidan bo'lgan pechatlari bor. Ichki tashqi rezinkalar. Faqat profilimiz o'zi arzon variantdan bo'ldi xolos. Hop, narigi tomonni ham ichkaridan ko'rsatib o'taman. Narxlarni aytib o'tdim. Penalar o'sha polностью sepilgan taylarigacha. Bu tomondan ko'rinishi bu ham yengil holatda, bir qo'lda oshiqcha kuch shart emas, yonlari polностью zich yopishgan. Hop, ichki holati buni ham aytib o'tganimdek petlelar Akfa'ni o'zidan, hammasi polностью delfin ruchkalari yo'q, hamma yo'q aytganimdek. Bu tomonlari ham mana shularga bular ozroq kattalik qiladi, buni olib tashladik. Penalari polностью holatda bo'lgan. Tepalariga samolyotlarni qatirib, liniyalarni bitta liniyada olib ketganmiz. Hop, mana videoni uzmasdan polностью ko'rsatib o'taman. Shuni bitta liniyada kelgan. Mana petlelari ham oshiq-moshiqlar, petla shuruplarida bo'lgan. Aytib o'tganimdek 1.20 eshik deydi. Bu tomondagi ramimiz, bu tomon 1.80 bo'lgan. Bu 1.60 bo'lgan, balandligi 1.87 o'sha holatda. Buni ham ichkaridan ko'rinishlari oddiy sher zamon ruchkalarida. Taylar kamera plastmassa lamri ham. Xo'p, buni ustim ichkarida qolib ketgan ekan. Sababi bunga moslaganimizda meniki kelib qolardi eshik. Shuning uchun ustim qoldi. Buni o'zlari gipsokarton bilan ashibga qilib olar ekan. Biz yonlariga samolyotlarni qatirganmiz, reykalarni qatirib, tepalari polностью bo'lgan. Xo'p, ochilishlari mana delfin ruchkalarini aytib o'tganimdek, Akfa'ni o'zidan ochilib yopilishlari yengil holatda. Hech qatlari tekkani yo'q. Chiroyli holatda bo'ldi. Bu yer kuxnya bo'lar ekan. Shuning uchun bu yerga bitta fortichka ochilgan ekan. Uni ham qilib berganmiz. Xudo xolasa 90 ga, balandligi 40 bo'lgan, 45 bo'lgan. Qaychi mexanizmda ochiladi, delfin ruchkalarida ko'rinayotgan bo'lsa, xudo xolasa mana chiroyli holatda bo'lgan. Uni endi qo'l yetish qiyinroq, chunki balandroqda bo'lgan. Xuddi shu holatda bo'ldi. Narxlarni aytib o'tdim. Xudo xolasa bizni kuzatib borayotgan barcha obunachilarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Ishlaringizni chiroyli qilib olib o'rnatib berish harakatini qilamiz. Kimda razmerlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimiz Telegram, WhatsApp bor. Razmerlarni jo'nataverasizlar. Hisoblab ma'qul kelsa ishlaringizni sizlarga ham xudo xolasa shunaqa qilib olib borib o'rnatib berish hammaga nasib qilsin. Bundan-da chiroylilarini xudo xolasa hammaga tilab qolamiz, nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaga rahmat.